Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Hammaga yangilik salom. Sizlar bilan men Endi Dostonbek. Ilon baliqdan yirik chekinish. O'zim uchun 400 dona qo'y olib kelgani manzaraga 100 tasini olib qo'ydim. 100 tasini sotib yubordim. Yana 200 ta bor, kimga kerak bo'lsa. Bu qo'ya kimga to'g'riroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, YouTube'ga shu qo'ya platina deb yozsalaring chiqadi. Shu qanotlari uzun bo'ladi buni. Mana ko'rganlaringdek. Kattalashgan sari qanoti ham kattalashib turaveradi. Buni akvariumda boqsa ham bo'ladi, uy sharoitida. Yo'qsa basseyn qilib, fontanlar, manzaraga, tashqariga joy qilib bemalol boqsa ham bo'ladi. Bu o'sha katta bo'ladigan bemalol 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo bo'lib ketaveradi, boqishingizga bog'liq. YouTube'ga yozsalaring chiqadi qo'ya deb. Shu kattalarni, katta bo'lgandan keyin ham chiroylashib ketadi. Juda ham chiroyli manzara. Buni narxi 25 ming so'm. 200 dona bor, xolos kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Kimga ilon baliq kerak bo'lsa, ilon baliqlarimiz ham bor sotuvda. Sotuvda hozir to'xtatganmiz, lekin joyi bor. Yuruvchiga yo'qolmasam qandaydir parnigi bor. Yoki kimlardir issiq suv pastga tushib turadigan joylar bor. Shu akalar so'rashyapti. Yo'qolmasam zakotovka qilib qo'yaman deganlarga. To'g'ri zakazga qilib beryapmiz. Hozir zakasimizdan ortgan bir 300 donacha qoldi. Lambalarimiz bor. Bir qarishdan, bir qarish katta. Bunun narxi donasi 8 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Hasanqo'rg'onchi qishlog'i. Pastga Telegram silkamizni qo'yib qo'yamiz kommentariyaga. Shu kommentariyaga tushib bemalol Telegram kanalimizga qo'shilib olinglar. O'sha yerda nima ma'lumot bo'lsa bor ilon baliq bo'yicha. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiskani ayamaysizlar akalar.